Yaqin kunlarda Qirg'iziston o'z chegaralarini chorvaga ochish payida. Qurbon hayitidan keyin bo'shab qolgan qo'ralarni qo'ylarga to'ldirishga shoshilmanglar. Xudo xolisa Qirg'izistondan kelgan qo'zi-qo'chqorlar bilan qo'ringlarni to'ldirasizlar. Ulug'bek Qirg'izistonga dam olishga chiqib ketuvdi. Fursatdan foydalanib bizga video material tashadi. O'sha Susamir vodiysini oldidan o'tib ketayotganda o'sha qo'ylarga ro'para bo'lgan, haqiqatan ham Qirg'izistonning 25-yillik qo'zi-qo'chqorlari yetilib qopti, sotiladigan bo'lib, onalardan sutdan ajraydigan bo'lib, Xudo xolasa o'shalarni olib kelamiz. Bizani kuzatib boring. Qirg'iz qo'zi-qo'chqorlarini yog'siz, zo'r, go'shtini sifatli sabablardan bittasi hozir biz Susamir vodiysidamiz, mana ko'ringlar. Shifobaxsh giyohlar yeyapti mana qo'zilar. Buloq suvlari, tog' havosi, mana qo'zilar o'tlab yuribdi. Inshaalloh tez kunlarda Allohdan so'rab qolamiz. Qirg'iziston yo'li ochilib, mana shu qo'zilar O'zbekistonga tezroq borishi, o'sha Bahodir aka maqtab sotayotgan qo'ylar, mana shu qo'ylar bo'ladi. Mana shu qo'yni Xudo xolasa Susamir vodiysining qo'ydi yurtini boshlanishidanmiz.